Oradan buyon mamlakatda davom etayotgan namoyishlar yuzasidan keskin bayonot berdi. Davlat rahbari so'nggi voqealarni oddiy norozilik aksiyalari emas, balki tashqi kuchlar aralashuvi bilan bog'liq zo'ravonliklar sifatida baholadi. Uning ta'kidlashicha, tartibsizliklar davomida masjidlar yoqib yuborilgan, tinch aholiga hujum qilingan. Ayrim hududlarda esa odamlarning boshi kesilgani haqidagi dahshatli ma'lumotlar mavjud. Pezeshkon namoyishlarda ishtirok etayotgan shaxslarning bir qismi Eron fuqarolari emasligini, ular chet eldan kiritilgan terrorchi guruhlar ekanini ochiq aytdi. Prezidentga ko'ra, bu kuchlar vaziyatni izdan chiqarish, jamiyatda qo'rquv va beqarorlik yaratish, davlat tuzumini zaiflashtirishni maqsad qilgan. U bunday harakatlarni mutlaqo qabul qilib bo'lmasligini, begunoh odamlarning o'ldirilishi va keng ko'lamli yong'inlar chiqarilishi hech qanday norozilik bilan oqlanmasligini alohida urg'uladi. Shu bilan birga Pezeshkon haqiqiy ijtimoiy muammolar mavjudligini inkor etmadi. U Eron fuqarolarining qonuniy norozilik bildirish huquqi borligini, agar kimdir mamlakat ichidagi muammolar sabab ko'chaga chiqayotgan bo'lsa, hukumat ularning ovozini eshitishga, talab va dardlarini tinglashga tayyor ekanligini aytdi. Prezidentning aytishicha, tinch va qonuniy norozilik orqali ko'tarilgan masalalar muhokama qilinadi va ularni hal qilish yo'llari izlanadi. Biroq davlat rahbari zo'ravonlik, terror va qotillik bilan kechayotgan har qanday harakatga qat'iy javob berishini ta'kidladi. Uning fikricha, bunday xatti-harakatlar na xalq manfaatiga xizmat qiladi, na mamlakat kelajagiga. Pezeshkon bayonoti hukumat tartibini tiklash, xavfsizlikni ta'minlash va bir vaqtning o'zida jamiyatdagi real muammolarni bartaraf etish yo'lidan borishni ko'rsatmoqda.